Mijozda asosiy kutilmalari bizdan, logistlardan nuqtai nazarda olaman, tez javob berishni kutadi. Chunki nimaga? Sizdan so'ragan paytida Sarvar menga Indiyadan narx bering deydi. Bo'ldi aka, men sizga 5 minutda narxni o'rganib aytib o'raman desangiz, 5 minut ichida u prosta tak kutib Sarvardan narx kutmaydi. Boshqalarga chiqadi uje. Ana bu важный narsa. Lead kirib kelyapti sizga, reklamangizdanmi, boshqasidanmi? Kirib kelyaptimi, sizga o'sha odam nomerini qoldirdi. 5 minut ichida qaytib chiqmasangiz, esingizdan chiqib ketadi. Esdan chiqib ketadi. Bu tezlikka mijoz tez kutadi. Hozir ayting narxni, hozir ayting deb o'tiraveradi ba'zilari. Aka, biz individual narx beramiz. 5 minut vaqt bering menga. Hozir oxirgi Bandarabasdagi holatni o'rganib chiqaman yoki Karachidagi holatni o'rganib chiqamanda 5 minut 10 minutda sizga narx beraman deb tez berish kerak. Ba'zida tez chiqmaydi. Qanaqadir yo'nalishlar bo'yicha dengizdan kutib qolasiz narxni. Asli sizning quruqlikni narxlarini bilamiz ko'pincha. Va dengiz qismlarida ba'zida kutib qolishimiz mumkin. Indoneziyadan deydi, Malayziyadan deydi yoki Jiddadan deydi. Mana shu momentda tezgina narxni bilishimiz kerak bo'ladi. Lekin kompaniyalarni agar pricing otdellari bo'ladi ba'zi kompaniyalarda. Pricing otdel degani narx belgilab beradigan otdellar. Ular bozorda o'rganib yurib, tinimsiz ertalabdan kechgacha ularning ishi bozor o'rganish bo'ladi. Har kuni bozorni o'rganib, har kuni определенный masalan qatnab yurgan marshrutlaringizni narxlarini har kuni обновление qilib turadi. Agar kompaniyada masalan shunaqa otdel bo'lsa, tayyor narxingiz bo'ladi. Bemalol 2 minutda bera olasiz. Dengizingiz bor, quruqligingiz bor, agentlarning masalan xarajatini bilasiz, yukni nimaligini o'rganib chiqdingiz. Yuk agar korobkali bo'ladigan bo'lsa, значит, перегруз qimmatroq bo'ladi. Mana shu holatda tez narx berasiz. Men eng klient kutadigan narsa mana shu.